Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yana biza manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasida joylashgan. Xudo xolasa bizning asosiy vazifamiz gazlashtirilgan mayillarni ko'mirli kotellar bilan отопление etib berish xizmati bilan shug'ullanamiz. Xudo xolasa bunkerli kotel, bunkersiz, zavodskoy, qo'lda yasalgan hamma kotellarimizdan bor. Xudo xolasa endi oyna eshiklar bilan ham shug'ullanib boshladik. Oyna eshik, qadag'onlik hammasidan bor. Xudo xolasa masalan eshikimiz 92 metrlik alyuminiy, bahası 750 ming so'm. 92 metrlik, bahası 750 ming so'm. Oynasini qati bir qat. Zamok pamuk hamma ishlar ichida bor. Xudo xolasa. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa, shuningdek chiroyli отоплениyalarni ko'rsatib boraveramiz yana. Endi oynalarimiz ham bor bizda. Oynamizning razmeri 1 metr 1.60, enishi turishi 650 ming so'm. 1 metr 1.60. Endi 1.30 1.60 bor. 1.30 1.60 750 ming so'm enishi turishi. Ruchka hamma o'zlarining ichida. Xudo xolasa bugun bir отопленiyamizni egasini yuboryapmiz. Xudo xolasa Gullan Xorazm viloyati ishga Gullan bizani Xorazm viloyati Shovot nasi Gullanga yuboryapmiz. Demanda xudo xolasa yuklab turibdilar. Klientimizga ketadigan narsa endi xudo xolasa. İnşallah bizde dastlabki xizmatlar ham hamma o'zlarimizda mavjud. Turbalarimiz ham qalinligi zakonli. Ish shobi yo'q, garantiyali. Endi batareyalarimiz bir joyga ketadigan batareyalar. Xudo xolasa. Endi shunday deb dastlabki xizmatlari bilan sizlarga yetkazib beraveramiz. Noviki xarid qilishlaringizdan qat'iy nazar yetkazib berish dastlabki xizmatlari bepul. Endi turba olasizlarmi, armatura olasizlarmi, novo oladigan bo'lsangizlar, dastlabki yetib berishlari bepul bo'ladi, xudo xolasa. Shuni bilan bu videomizni yakunlaymiz, xudo xolasa. Ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa, shuningdek chiroyli videolarni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Moskva berem 4000 kilometr. Ko'ngil